Bugun sen uchun duo qildim. Dedimki, na yuraging dardlansin va na ko'zlaring namlansin. Umid qilgan har go'zal narsalaring qarshingda muhayyo bo'lsin. Va Robbim barcha orzularingni ro'yobini bersin. Umringning har kuni quvonch va barakaga to'lsin. Qalbingga sokinlik, rizqingga kenglik, qadamingga esa baxt hamroh bo'lsin. Siqilma, o'kinma, g'am qilma, mahzun bo'lma. Chunki peshinangga nima qilingan? Yozib qo'yganmiz. Qara, yer ostidagi qut-qumsqani ham rizqini kim beryapti? Alloh beryaptimi? Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan jonivorga rizq bergan Alloh senga rizqini bermaydimi? 18 ming olam maxluqotlari ichida bir inson pul topadi. Boshqa jonzotlar pul topmaydi. Lekin ular aslo och qolmaydi. Inson esa hargiz to'ymaydi. Belki çok incitmişim sevdiğim insanları. Belki çok Inson doim bir qalbga muhtoj. Seni sendan ko'proq tushunadigan, o'zingdan ko'proq qayg'uradigan, sendan ko'proq izlaydigan, mehr beradigan. Yelkasiga boshingni qo'yib, dunyoni unutadigan, qo'llariga qo'lingni berib, xotirjamlik tuyadigan, ko'zlariga boqib, tabassum qiladigan bir insonga muhtoj. Ibodat faqat namoz o'qish emas, ibodat faqat Qur'on o'qish emas, ibodat faqat masjidda o'tirib olib qiblaga qarab o'tirish emas. Dadani boqish eng ulug' ibodat, onani boqish eng ulug' ibodat, xotinni boqish, bolani boqish bu vojib bu. Bu vojib bu. Bu bitta masala. Ikkinchi masala. 2000 ta 3000 ta emas, endi 300 mingtani aytaman. 300 mingta subhanalloh desang, qassob 1 kilo go'sht beradimi senga? Beradimi? Bermaydi. Bu subhanalloh o'zini alohida yo'lidagi bu ibodat bu. Subhanalloh deyish uchun odam ishdan qolish shart emas. Hojatxonadan boshqa liboy joyda subhanalloh desa bo'ladi. Xohlagan joyda, yotgan joyda, g'usl vojib odam, tahoratsiz odam, uxlagani yotgan odam, uxlayotgan odam, ko'chada ketayotgan odam, liboy joyda subhanalloh desa bo'ladi. Subhanallohga 100 gram go'sht bermaydi. Eshiting. Hamma zamon o'zgargan deydi-da. Qanday zamon o'zgarishi mumkin? Quyosh o'z vaqtida chiqyaptimi? Chiqyapti. O'z vaqtida botyaptimi? Botyapti. Zamon o'zgarmagan, odamlar o'zgargan. Niqoblar ko'paygan, yuzlar kamaygan. To'g'rimi? Hammaga ham yoqmaymiz. Yoqmayapmizmi? Teskari qarab ketavering. Bu dunyoga hammaga ham yoqish uchun kelmaganmiz aka. Bir xil insonlar bor, o'ziga narx qo'yib oladi. Unaqa insonlarga indamang. Bozorga tashib ketish kerak, kim olsa Alloh barakasini bersin. Nima deysiz shu gapimga? Charchamang. Bir odam kunduzida nima dedi? Ben bir gün bir kechasi tahajjud o'qiyman dedi. Alloh taolo farishtalarga maqtanar ekan. O baldanmi qaranglar. 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xurunga suvchi bo'lyapti. O'qiyman dedi, xolos, hali o'qigan yo'q. Niyat qildi, umid qildi. O'qiyman dedi, xolosda. Kechqurun o'qisa-chi desa, Alloh taolo farishtalarga buyurar ekan, 70 ming eshiklik, 70 mingta bog'i bor, 70 mingta xur shuniki bo'ldi, muhrlab qo'yinglar. Hech kim ochilmaydi.